Ramizan Yazmiliri 4. bab Qur'an Ëyi Ramizan 5. bölüm Qur'an ve Ramizan 3. Qur'anni xuddi sana nazil bo'lgandek o'qu. Bu qadimiy tavsiya bütün Qur'an o'qish qo'llanmalarining birinchi numurliq yetakchisi bo'lishi kerak. Buni so'zlash oson, ammo uni amalga oshirish qiyin. Taxmin qilganingizdek, bu qiyin ishlarning qiyini. Ammo imkonsiz, ya'ni amalga oshmaydigan emas. Buni amalga oshirish uchun oldi bilan maydonda sen bo'lishing kerak. Ya'ni o'zingizning nima ish qilayotganligini biladigan men. Mavjud ekanligini bilib yetgan men. Bu idrokni vujudga chiqarish uchun mavjudlik to'lg'iqi yegan bir men. Mana bu to'lg'oq bilan o'zini dunyoga keltirgan men bo'lishi kerak. Sahnada bir men bo'lgan bo'lsa, har bir menning bir haqiqat masalasi bo'ladi. Tilga olgan vaqtda dilni ko'ydiradigan, ya'ni yurakka o't tutashtiradigan bir masalasi bo'ladi. Men va haqiqat bir yerga kelgan joyda bir safardan so'z qilinadi degan gap. Ya'ni tugamas bir safar. İnsanning o'zini yutib mangan safar. Mendan boshlanib, yana oxirgi manzili menga tutishadigan safar. Mengish bilan yetkil bo'lmaydigan, ammo borganlarning hammasi mangan safardan yo'lovchi yo'l bo'lgan, yo'lovchi bo'lgan bir o'zgacha safar haqida so'z qilinadi degan gap. Xarita vahiy, yo'l boshlag'uchi payg'ambar, kompas aql, oziq-tulik ibodat, ulug' dunyo va barliq dunyoliklar. Yo'lovchining aql kompasi saxta magnit maydonlarining ta'siridan yaxshi qo'g'dilish kerakki, istiqomatda, nishonda bir ezish bo'lmasin. Nishondan 1 millimetrlik eg'ish har qadamda cho'ng'ib, oxirida kilometrlarcha eg'ishni keltirib chiqardi. Nishondan adashib qolgan bir yo'lovchining bosgan har qadami uni nishoniga yetkazishning o'rniga nishondan yiroqlashtirdi. Bu xuddi nodon bilimsizning dindorligiga o'xshaydi. Uning dindorligi kuchaygan sari ozg'unliqimi eshib bordi. Mushu sababdan har namozning farzi bo'lgan istiqboli qibla aslida bir nishonini ko'zdan kechirishni bildirdi. Undaqda aql kompasi magnit to'zoqlardan va saxta ezitqilardan qanday qo'g'dinish kerak? Mana bu nuqtada Ramizan bizga sungan imkonlarga murojaat qilishimiz kerak. Bo'libmi Ramizanni bizga bir imkon qilib sungan maqsadga, ya'ni vahiga murojaat qilishimiz kerak. Qur'onni bir topadigan tangrichaq holatidan chiqarib, hayotimizni barpo, insho qiladigan birinchi numurliq omil deb bilishimiz kerak. Vahiy insonni yaratilish maqsadiga yarasha tarbiyalaydigan bir ilohiy loyiha. Vahiy bu loyihani tasavvuri, aqli va shaxsiyatini o'z qo'li bilan barpo qilgan insonlar orqali amalga oshirdi. Tunugun buni bir qatim takror qildi. Tunugun qilgan ishni bugunmi qiladi. Eg'izlari bilan Allohning nurini o'chirdiganlarning bo'lishidan qat'iy nazar buni yana qiladi. Bu ilohiy bir omonat bo'lgan vahiyga bo'lgan sadoqatning taqozosi.
Yaratılış məqsədiga uyğun bir hayatni bərpa qilishqa məsul bolğan insan ma'lum bolğan tarix ichida o'ziga berilgan bu omonatga har doim sodiq bo'lolmadi. Yaratılış məqsədiga uyğun bir hayatni bərpa qilish mas'uliyatini ado qilish jihatdagi har parvosizlik va mag'lubiyat inson o'g'liga ig'ir kulpat ilib keldi. Cimi peyğəmbərlər və ularga kelgan ilahi çaqırıqlarning oxirgi maqsadi insonlarga unutgan yoki qasdan tark qilgan bu mas'uliyatni əslatish idi. Omonatga xiyonat maqsadini bildirdigan har xil mas'uliyatsizlik ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohalarda ig'ishni cho'nqurlashtirib, ogohlantiruvchilarning so'ziga quloq solmay, joylik qilgan qavmlar o'zini halokatga mahkum qiladi. Allah bilan insonlar orasidagi dialog ma'nosini bildiradigan barliq ilohiy vahiylarning eng yuqori pallasini tamsil qilgan Qur'on vahiy. Rahbarlikning kishilardan prinsiplarga o'tganligining xabarchisi edi. Qur'onning payg'ambarlar tuganchisiga kelgan eng oxirgi vahiy bo'lishining ma'nosi bu edi. Shuning bilan birga bu zamonaviy davrlarning qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qildiganligini xabar qilgan ilohiy bir bishorat edi. İnsoniyatning kelgusidagi taraqqiyot yo'nalishlarining ijobiy va salbiy taraflarini ko'rsatib berishi jihatdinmi nihoyatda cho'nqur ma'noga ega edi. Allohning hayotimizga hamisha mudaxil bo'ladiganligi, ya'ni aralashadiganligiga iymon etgan ekanmiz. Zamonaviy hayotningmi Allohning aralashishidan mustasno emasligiga qalbimiz ishonishi kerak. Qur'on ko'rsatgan iymon buni taqozo qiladi. Zamonaviy hayot mana bu tushuncha bilan o'qilgan vaqtda insoniyat tarixining eng buyuk talaysizligi bo'lgandek, eng cho'ng fursatimi bo'lish mumkinchiligini ko'rsatib berdi. İnsoniyat tarixining hech bir davrda zamonaviy davrlardagidek umumyuzlik bir ezishning qurboniga aylanmagan edi. Lekin bu insoniyat oilasiga tarixning hech bir davrda xiyoliga keltirgil bo'lmaydigan dunyoviy bir yuzlanishni belgilash imkonini sunib baxmagan edi. Bu imkondan foydalanish imkonga bog'liqdir. Barliq Ramizanlarning o'zini kuchlantirish uchun belgilangan iymonga munosabatlik. Bu imkondan foydalanish jihatdan har mu'min Ramizan bilan bo'lgan munosabatni qaytadan ko'zdan kechirish kerak. Ramizan mavjud bo'ladigan vahiyning hayotni barpo qilish umidimi bor bo'lib turadi.